Agar sizda ich qotishi, ya'ni qabziyat bo'lsa, quyidagi 5 ta muammoga tayyor turing. 5-inchisi eng xavflisi. Birinchisi jigar zo'riqishi. Toksinlar qayta qonga so'rilish natijasida jigar 2 baravar ko'proq ishlashiga to'g'ri keladi. Bu esa doimiy charchoq va bosh og'rig'iga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi teri muammolari. Ichak organizmning oynasidir. Agar chiqindi ichaklardan chiqib ketmas ekan, organizm toksinlarni teri orqali chiqarishga harakat qiladi. Natijada yuzga ugri toshishi, rangi xiralashishi va turli toshmalar paydo bo'lishi boshlaydi. Uchinchisi gemoroy. Doimiy kuchanish ichak tomirlariga bosim beradi va natijada gemoroy hosil bo'ladi. To'rtinchisi parazitlar va zamburug'larning ko'payishi. Qabziyat bor joyda harorat bijg'ish yuqori bo'ladi. Bu muhit gelmentlar va zamburug'lar uchun ideal muhit hisoblanadi va ular ko'payishni boshlaydi. 5-inchisi esa onkologik muammolar. Ichakda uzoq vaqt qolib ketgan axlat toshlari doimiy yallig'lanish hosil qiladi. Bu esa to'g'ri ichak saratoni xavfini keskin oshiradi. Normada insonning ichi har kuni kelishi kerak. Agar sizda bunday bo'lmasa, uni o'z vaqtida davolashingiz zarur. Qabziyatdan qutulish bo'yicha gayd tayyorladim. Buni olish uchun sahifamga obuna bo'ling va Directdan 5 raqamini qoldiring.